Assalomu alaykum rahmatulloh barakat Karimjon obunachilari. Hammalar bugun kunlar xayrli o'tsin deb, Alloh kuch-quvvat bersin deb akalar. Bugun Shahrixon mol bozoridan videoroliklarni boshladik. Kanalga o'tib obuna bo'lib, like'lar bosib qo'yishni unutmanglar. Hibrid novvosimiz 75 million kam bor deyapti akalar. Buni necha kun kam bor deyapti akalar. So'rang. Necha pul deyapsiz buni? 75 million. 75 million kam bor deyapti akalar. Necha pulga bordi tog'a? Rozi so'rashyapti. Necha puldan? 69 ming. 69 mingdan mana kiloga so'ralayotgan. Shvetimiz zotga ham bo'lar ekan, rosa tushadigan xonasi. Mana katta novoslar bir qator ko'rsatib o'tib ketaman. 3-4 minut sabab o'sha kilosi aniqda mana 69 mingdan so'ralyapti ekan. Endi tortilganlari 67 minggacha bo'ldi. Endi biz bilganlarimiz. Buni necha pul deyapti? Manaqa katta-kattalar chiqqan ular qaranglar. Hammasi katta-katta novvoslar ekan. Buni necha pul deyapsiz-ku? 35 million. Mana, jiyan, ayt. Beni shu bolaga 34 millionga qarang. Yoshtirib tirikchilik boshlashdi ana. 35 ga ol. 35 ga ol desam bo'ladi. 34 ga berin endi. Katta novoz kelyapti, ehtiyot bo'l jiyan. O'zim ko'tarib olaman. Meni aka 34 ga. Bering. Qo'shilim. Meni yoshlar herdim aka beri 34 ga. Qo'sh. Va berin bolani sadasini o'ltirmen. Buyoqqa o'zi 2 million yeyapti-da bu. 36 ga olgan ekan. Jiyan ey, jicha non talab ekan, jicha zararini alik qilib ber. Ozaytirib ber. Ana 601 kilo keldi o'zing tor. Bilan qo'shdim. Otlar aka 34 million. Xo'sh, keyin beraman. Ana harakatda ro'shiyat yezib olmasin. Bersiz oldim. Mana akalar savdolar bo'lib turibdi. Buni necha pul deyapti? Buni necha pul deyapsiz qor aka? Buni 67 dan bermayapti. 67 dan mana kiloga bermayapti. Nima deyapsiz buni? Qani bu necha puldan bo'lyapti? Necha puldan bo'ldi? Qor aka necha puldan bo'ldi? Ha, sopini bilib olgan. Sopini bilib olgan ekan akalar kilosini. Ha, novosi. Shu olaga 34 beryapti bergan yo'q. Manaqa katta-katta shvedlar chiqadi ekanlar, bunqaylar bo'ybastlari qanaqa buni? Yomon katta ekan, mollar g'ala kichkina bo'lib qo'ygan buni oldida. Qochim. Necha pul oldi? Yo'q, 34. 34. Yana o'rtoqlarni ham qaranglar. Endi sekin bakmalarni ko'rsatib boraveramiz akalar. Qani buni necha pul deyapti? Buni necha pul deyapsiz qor aka? Necha pulga bordi? 40 millionga bordi mana. Bo'ylari buni 50 ga borib qoladigan novoz uzunligi uzun ekan mana. 40 million. Savdosi bo'lib turibdi. Rozi bo'lib sotaman. Yo'q, ko'tini og'ir qilmasdan sota olasizmi? Qo'shing bo'lib beraman. Bir tomonda qolsa. Yo'q, 200 ming pulga emas deyap. Shisham kerak. Yo'q, rozi bo'lib olsangiz sotdim deb. Necha pul berdingiz qor aka? 34 million. Bering ana endi. Rozi olib sotdingiz, orinmasiz oldim. Bering pulni bo'shating, nima bo'lsa. Yo'q, orinsiz kerak emas. Yo'q, berib bo'pti 34 million. Karimjonimizda chiqadi. Karimjonimiz deb yozsang YouTube'ga. Biroq kelib 34 yarim qilgan bitta yong'oq Qor aka. Halol. Qarang, ey. Gap olavering, el shuncha odam gapiryapti. 200 ming 500 Bu yoqqa 100 ming odam yo'l kirasiga jon aka. Men qani yong'oq ham sig'maydi deyapman. Agar to'g'ri kelib orinmasiz oldim. Qo'shing beraman. Yo'q, orinmasiz oldim. Orinsiz kerak emas. Rozi bo'lib beraman, qo'shing. Yo'q, rozimisiz 34 million pulimdan men yoshda barakat toping, moldan barakat toping. Qo'shing, men rozi bo'ldim. Bu ham ziyonga o'zi qo'l bo'shatyapti. So'rang, bo'ldi. Ey! Bo'ldi, ey! Sotamiz deyapti aka. Barakat olsin. Siz Shu odamni norozi qilmaydi, o'zi ziyonda ekan. Mol o'ltirasini so'rayapman. Ishdan olib. O'lkirasi yordam qilingchi deyapti. Aka rozi bo'lib, bo'pti bir tomonda bo'lsin, bo'pti 34 million sanab olyapti. Mana shuni bitta barakasini ko'rib olaylik. Qarangda, men 2 million ziyon qilib ketdim deb ketay shaydan, to'g'ri tushuning jonim. 100 ming Ha, so'm ey! bering. Bering. Ikki oiladan bittadan mardlik qilinglar. Ey!
2 million ziyonmi? 100 ming o'ylantirib bering. Bering ne? Usta aka, o'ylanmay bering. Bering. Aka Xohlasa baraka topasiz aka. Orinmasdan bersiz oldim. Men rozi beryapman, qo'shing deyapman aka. Yo'q, 34 million so'mga orinmasdan bersiz. Ke. Ketdi. Turib bor. Ana necha pul oldu? 5 yarim. Mana ketdi. Olamiz. Ha? Karimjonuz bor. Bular sizlardanmi qarang? Nech puldan deyapsiz? Olib qo'ysam bo'laverami videoga? Ha, olishibdimi? Qani endi sal yoshroqlardan ko'rsataylik. Nech pul deyapsiz aka? Usta aka? 35 nech pulga bordi? 30 million 500 ga boribdi akalar mana. Bo'ylari 1.30 dan baland turadi. 30 million 500 ga boribdi. Buni nech pul deyapsiz aka usta aka? Qancha? 23 ga beriladi. 23 millionga berilmadi mana. Bo'ylari 1.25 pul. Qora aka buni nech pul deyapsiz aka? Nech pulga bor savdosi? 25 millionga berilmadi mana. Buni bo'ylari ham 1.25 pul akalar. Yaxshi. Bozorlar yaxshi zo'r. Hediye adam ana sekin so'rab boraveramiz. Mana. Ochiq qo'y. Qaysini beryapsiz qora aka? Nech pulga? Yo, unda bizga pul qolmaydi-yu. Opotgan tanani olib beradi. Siz barakani qilib chiqib ketaverasiz, o'zi yo'lga olib. Nech pul berdinglar? 1 so'm topiladi. 50 million? 50 million 700 ming beribdi mana aka. Aka hayda boring mashina. Bo'ylari 1.20 dan baland. 800 kilo xotirjam chiqadi deyapti egasi akalar mana. Yaxshi olib shular ham rosa. Yaxshi narsalar ekan. Nech pul deyapsiz buni aka? 30 ga sotdim. Buni-chi? Bu ham 30 qilyapti. Yaxshi. 30 million qilyapti ham. 30 millionga sotibdi. Bo'ylari 1.25 kilosi akalar. Qayoqqa o'tib Oldi. 21 dan 42 ga bering deyapti. Tirikchilikka aka bo'ylari 1.20 atrofida. Hojibo bir ko'ring, nasibda avvalo. Mana bermabdi 42 ga. Xohlasa Bular nech puldan usta aka? Narxlarni aytib olingchi. 9 dan, 22 dan. Ha, 18 dan 22 gacha ekanda. Yaxshi. Shvedgacha bo'ldi. Mana. Bakmaga yaqinlardan baqansam, ular bakma bo'lib qolgan pashti. Bo'ylari 1.15 plus, 1.20-25 chiqib qoladi. 22 milliongacha ekan. 18 dan. Endi bo'ladigan narxini aytayapti. Bo'ldi, nomeringizni aytib qo'ying ustaga. 94 246 76 40 aloqa chiqaverasizlar. Akalar mana uyda ham bor deyapti. Kelib ko'rib, yeb ichishlarni ko'rib olib ketaverasizlar. Xudo xolasa garantiyalarni beradi. Bir haftaga. Mana bu yerda ham savdosi bitib qoladi akalar. Savdolarni ko'rsatib ketamiz. Mana akalar, xullas kalom katta novvoslar 69 minggacha kiloga bo'layapti ekan.
Baqmalarda endi shu 1.15, 1.20 larda 17 million, 18 milliondan boshlab o'zimiz bilan jaydarilarda. Yog'i 23-24 gacha olaverasiz. Endi sifati bor ko'chatlar hozir ham qimmat. Kichkina bo'zaklar ko'rsatim kelmadi. To'g'risi 14-15 million devoryapti 1 metrli yangilarni ham. 2-3 oylarni ham. Mana shuning uchun mana akalar borini ko'rsatib qo'ydik. Mana mollarda hammasi xudo xolasa yaxshi mollar akalar. Mana. Kelgan odam xudo xolasa quruq ketmaydi. Mollar ko'p chiqqan. Ammo narx-navolar ham o'ziga qarab ketaveradi akalar. Joninglar sog' bo'lsin, hammanglarni Alloh omadinglar bersin. Ishlaringlar rivoj. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosishni unutmanglar akalar.